go'sht solinmagan? Bolalarning xavfsizligi umuman yo'q bu yerda. Vaqt beringlar. Hozir bu bolalarning hamma ota-onasi ishda-da. Podvalda qo'zi qorin yetishtirsa bo'ladi, lekin inson bolasini emas-da. Bu shirin, beozor bolajonlar ruxsat etilmagan, noqonuniy tashkil etilgan bog'chada tarbiyalanishayotganliklaridan xabari yo'q. Ha, biz kelgan aynan mana shu maktabgacha ta'lim tashkiloti ruxsatnomasiz, ya'ni litsenziyasiz faoliyat yuritayotganligi aniqlandi. Tovarni sosedstvo degan narsa bo'ladi. Buni qarang. Mana bunaqa narsani umuman mumkin emas. Bu nima bu ahvol? Hop, tarbiyachilik, bu xolodilnik faqat tarbiyachilar narsasi, qarang. Bu ham bolalarniki emas. Bu ham tarbiyachilikmi? Siz faqat o'zingizni ovqatlantirib ketarkansizlar deb bitta. Mana bu sutni qarang. Ochilgan. Qachon ochilgan? Bu ham ayanchli. Nima bu yerda bor? Go'shtlar, qiymalar. Qarang, ustini ochib qo'yilgan. Marojni ham bor shitda bunaqa. Nima bular endi sol sho'ri? Nega go'sht solinmagan? Go'sht bermaysizlarmi? Beramiz. Men bilmayman, nimaga xususiyga ko'pchilik shoshadi bolasini berishga. Bolachalar bemalol, sakrab, yugurib o'ynashadi. Bunaqa kichkina xonada shu harakatlarni qiladigan bo'lsa, yiqilib tushishi mumkin, kim bir-biriga tegib ketishi mumkin. Menimcha bunday xonada bir nechta bolalarni tarbiyalash standartlarga ham to'g'ri kelmaydi. Biz o'rganishlarni davom ettiramiz. Bugun shunaqa bo'lib qoldi. Menga qarang, kir oqliq bolalar kiyimlarning ustida bir spirgilar ham yotibdi, kimyoviy moddalar, musor chiqindi ham yotibdi-da, qarang ahvolini. O'zi kir yuvadigan xona o'zi bunaqa bo'lmaydi-da. Nima sharoiti yo'q. Umuman. Onam mazalari yo'q edi. Shanga yaqin qilib turdim. Bular qarus qo'yganda. Ham dazmollanmagan ham-ku men bilib. Qarang, prostinasi ham yo'q hattoki. Yozgi maydoncha qayerda bularga? Girov oyoq olib chiqadik-da. Biz domiki bu vaqtinchalik. Chiqasizda, bolalarning xavfsizligi umuman yo'q bu yerda. Vaqtincha kelindi. Mana qarang, hozir mana lekin ketiladi. Uxlatyapsizlar-da, mana qarang. Bolaning ko'rpachasini saqlash sharoitini bitta qarang. Yo'q, men bilaman. Bu yerda inson sog'lig'i yotibdi-da. Men просто vaziyatlar shunaqa og'irda, moddiy tarafdan ham yo'q hozir pul. Vaqt beringlar. Hozir bu bolalarning hamma ota-onasi ishda-da. Hozir yopib ketsangiz bu bechoralar qayerga boradi? Bugun hozir olib yopib ketmaymiz. Siz hozir bugun ota-onalarga aytasiz, olib ketishadi bolalarini. Biz ertalab kelib yopib ketamiz. Siz bugun hamma narsalarni olib chiqib ketasiz bog'chadan. Ta'lim tashkilotini o'rganish yakuni bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda ta'lim tashkiloti yopildi. Hurmatli ota-onalar, eng avvalo o'zingiz e'tiborli bo'ling. Farzandingizni kimlarning qo'liga, qanday maktabgacha ta'lim tashkilotiga topshirayotganligingizga amin bo'lganingizdan so'nggina ularni bog'chaga bering, zero ularning hayoti xavf ostida qolmasin.